Hurmatli kuzatuvchilarimiz, sotuvimizni ko'rsangizlar bo'ladi. Xudo xolasa, bu albatta 750 proba bilan birga ishlangan Makinskiy brilliant komplekt hisoblanadi. Narxlarni arzon etib, chiroyli deb berdik. Ayapamiz, xudo xolasa, o'zingiz qaldingizmi buni? Kelingami? To'yma yaqinda? Yaqinda to'y ekan, farzandlari baxtli, saodatli bo'lsin deymiz. Xudo xolasa, keliningizga bundan ham zo'r narsalarda aytirish sizga nasib etsin deymiz. Bu esa sizga qo'lingizga bilet yozib berilgan. Biletni tashlashingiz mumkin. 30 avgust kuni xudo xolasa qimmatbaho sovg'alardan birini o'tishingiz mumkin. To'y qachon? Oktyabrda xudo xolasa. Xudo xolasa chet elga sayohatga o'tsangiz, farzandlaringizga, ya'ni to'y bo'lgan yoshlarda esalayni chet jo'natishingiz ham mumkin. Amin, amin. Omad tilaymiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ko'rsangizlar bo'ladi, shunday chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan komplektimiz xudo xolasa sotildi. Yuzugi bilan birgalikda. Yana, xo'mim to'yga oldingizmi deyman-a? Kelinga. Kelinga to'y bo'lgan kelinga. Xo'p, keliningiz to'y bo'lgan keliningizmi? Yaxshi xizmat etyaptirmi? Ha, tashlanishni gapiryapman. Shuncha rozi bo'lganingizdan keyin xizmatni gapiryapsiz. Xudo xolasa bundan ham zo'rlarini gapirib, keliningizni quvontirib, o'zingiz ham quvonib o'tirg'aysiz yana. Xudo xolasa mana siz baholarni arzon etib, chiroyli deb berdimi axir? Berdi. Endi shu biletni shu bazaga bir niyat etib tashlaysiz. Qimmatbaho sovg'alardan biri sizniki bo'lishi mumkin. Tashlayveramiz ichine. Shu narsalar. Razımız bizlerden. Sağ olun, salomat. 30 avgust günü kutamiz. Shu yerda bayram bo'ladi. Odam bilan birga keling. O'ynab maza qilib ketasiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ko'rsangizlar bo'ladi, Dorika variant mung oltin bo'lgan shunday chiroyli sirg'amiz sotildi. Xudo xolasa, narxlarni arzon etib, chiroyli etib berdik. Ko'rsangizlar bo'ladi va ayapamiz o'yin ishtirokchisini aylandilar. Endi xudo xolasa tabriklaymiz, yaxshilik nasib etsin. Rozimisiz? Baholardan ko'ngil to'ldimi axir? Yaxshi ekan, baholar arzon ekan. Qo'lingizda bilet tashlayveramiz bu yoqqa. 30 avgust kuni xudo xolasa qimmatbaho sovg'alardan birini yutishingiz mumkin. Kutamiz sizni. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ko'rsangizlar bo'ladi, shunday chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan sepochkamizdan xudo xolasa mijozimiz o'zlarini xarid qildilar. Narxlarni arzon etib, chiroyli etib berdik va albatta o'yin ishtirokchisini aylandilar. Tabriklaymiz. Yaxshilik nasib etsin. Bu esa sizning biletingiz. Xudo xolasa shu nega tashlaymiz. 30 avgust kuni o'yin bo'ladi. Shu o'yinda qimmatbaho sovg'alardan birini ega bo'lishingiz mumkin. Tabriklaymiz. Bizlardan rozimisiz? Ko'ngillar to'ldimi? Sog' bo'ling, salomat bo'ling.